Propan, metan qanaqa hujjat kerak bo'lsa, Umid akamiz ma'lumot berib o'tadi. Ijrolik davomida va esa sug'urta bo'yicha Mahmud akamiz ma'lumot berib o'tadi. Mas ijrolik Surxon Media kanali uchun. Surxon Media. bilan Surxon Media kanali. Bugungi lavhamiz Surxondaryoda Denodan, sentrdan, ofisdan video qilamiz. Bu qanaqa ofis deb o'ylashingiz mumkin. Yengil mashinga, katta mashinga qanaqa hujjat kerak bo'lsa, hammasi qilinadi va eng qizig'i metan propan ustanovka ham qilib beramiz. Mahmud aka bilan 2019-yil Umid aka bilan video qilgandik. Hozir 2026-yil videoni yangilaymiz. Adres Denod sentrdan kelasizlar. Ro'parasida Hamkorbank joylashgan. Bu taraf Shobekatdan kelamiz. Adollarimiz Umid aka bilan Mahmud aka bilan hozir 2026-yil videoni yangilaymiz sizlar bilan. Shobekatdan kelamiz. Ro'paramizda Hamkorbank, bu taraf Denod sentr adollarimiz. Xo'p, Umid akamiz metan propan to'g'risida ma'lumot berib o'tadilar. Mahmud akamiz sug'urta to'g'risida ma'lumot berib o'tadi. Ofisdan video qilamiz. YouTubedan Surxon Media kanalida ko'rib kelyapman desiz, pullarni arzon narxda, chegirma narxda bonus qilib beradi. Qani endi ofis ichiga kiramiz. Gaz bo'yicha Umid akamiz ma'lumot beradilar, sug'urta bo'yicha Mahmud akamiz ma'lumot berar ekan. Assalomu alaykum Umid aka, zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Aka zo'rmisiz? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Rahmat. Xo'p, Umid akamiz mana aka hozir ma'lumot berib o'tadi, batafsil tanishtirib o'tamiz va esa bemalol kelib ishlaringizni bajarib ketishingiz mumkin. Shu 2019-yilda aytgan reklamani yangi o'zgartirishlar kiritilgan. O'shanda narxlar arzon bo'lgan, hozir nisbatan avvalgiga qaraganda farqi bor. Gaz ustanovkasi 4 xil variantimiz bor. Endi kelsa 4 xil variantimizni tanishtirib o'tamiz. Qo'shimcha xizmatlarimizni aytib o'tamiz. Gaz hujjat, texnik ko'rik, damas uchun orqa silinasiga ruxsatnomamiz, metan propan ustanovka doimgidek, onlayn daverniz, o'zini-o'zi band qilib berish, keyin mana bu 1187 1220 bo'yicha reklamalar uchun ruxsatnoma ham olib beramiz. Metan propan uchun davlat xizmatlar markazida ruxsatnomasini olib beramiz. Kimga qanday xizmat bo'lsa, kelsin, albatta bajarib beramiz. Katta mashin, mayda mashinlarga gaz, propan, metan qo'yib beramiz. Albatta qo'yib beramiz. Metanni propanga, propan metanga hujjat onlayn davrda ham olib beramiz. Hamma ruxsatnomasini olib beramiz. Mashin temasida bo'layotgan hujjatlar qilib beramiz. Mashin temasida bo'layotgan qanaqa hujjat kerak bo'lsa, hammasini kelib Umid akadan qilib ketishingiz mumkin azoblarimiz. Umid aka bilan metan ustanovkasi 2019-yil video qilgandik. Mana 2026-yil endi videoni yangilaymiz. Bemalol kelib xizmatlarni qilib ketishingiz mumkin. Albatta Surxon Media kanalida ko'rib kelyapman siz, narxlarni Umid aka chiroyli narxlarda qilib beradi. Chegirmalar qilib beramiz. Chegirmalari bor. Assalomu alaykum barchaga, assalomu alaykum barcha kuzatuvchilarga. Bizning avtosug'urta kompaniyamizda kasko sug'urtamiz, avto sug'urtamiz va uy-joy sug'urtasi, mol-mulk sug'urtasi va bunga davomiydi magazinlaringizni ham yoki mol-mulkingizni, firmangizni sug'urta qildirishingiz ham mumkin. Bizda 2 xil avto sug'urtamiz bor. Buni ko'pchilik biladi, bilmaganlar uchun yangilik sifatida aytib o'tib ketaman. Kasko sug'urtamiz va avto sug'urtamiz bor. Avto sug'urtamiz bu asosiy sug'urtasi bo'lib, bu faqat majburiy sug'urta bo'lganligi uchun siz yetkazgan zararga, ya'ni siz avtotransport vositangizni qaysidir yoningizdan ikkinchi insonga yetkazgan zararingizni qoplab berish uchun qilinadi majburiy sug'urta. Kasko sug'urta esa ixtiyoriy sug'urta bo'lganligi uchun u faqat o'zingizning avtomobilingizga yetkazilgan zararlarni qoplab beradi. Mahmud akamiz aka sug'urta to'g'risida ma'lumot berib o'tdi. Umid akamiz yoqilg'i qo'yish, metan, propan va onlayn davrnosa to'g'risida ma'lumot berib o'tdi. Azonlarimiz bemalol kelaverasizlar. Surxondaryoda Denod Hamkorbank ro'parasida Denodan kelishda, Shobekatdan kelishga. Albatta Surxon Media kanalidan ko'rib kelyapman siz. Umid aka ham, Mahmud aka ham chiroyli narxlarda bonus qilib beradi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib, kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring.